Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xorneli o'rtoqlar charchayapman. Hozir gостиницаning hovlisiga chiqdim. Oshxona zonasi. Buni udobli tarafi bor ekan. Oshxonadan chiqish bilan orqada hovli. Hovlida yozgi basseyni, shu yerda o'zi yonida zimniy basseyn, saunasi bor ekan. Sport trenajyorni tepada ekan. Hovli landshaft juda ajoyib. Gостиницаning o'zi juda katta ekan. Mana bu bitta zdaniyasi. Xuddi shunaqa zdaniya yana ikkinchisi ham bor yonida. Bu bilmadim, orqasi hali ancha uzun ekan. Juda massiv ko'p odam ekan hammasi. Adaptivka qilamiz deb so'rashadi ko'pchilik. Oddiy beton. Badiiy militsiyada bo'yab qo'ygan oddiy. No effekti juda zo'r chiqqan. Taroq stilida qilingan. Ko'rgan bo'lsangiz. Oradan anaqa choklar bor, ulangan joylar ham bor, palasi bo'lgan. Shu yerda tuniki ulangan, aniq tuniki. No bu yerda bitta yechim qilgani, betonni quygan, обработка qilish uchun ustini shilib chiqqan, to есть qirib chiqqan. Uchli joylarini mana hozir. Mana shu. Uchli joylarni o'zini sindirib chop chiqqan. Shuni o'zi ham alohida bir yechim qilib qo'ygan. Fasad shundan tugatgan. Birinchi etaj, ikkinchi etajda shu element bilan tugatgan. Hech qanaqa ortiqcha bir qimmatbaho hech narsa tosh hech narsa bermagan. Tenasmanga yo'q. Parda bilan shunchaki dizayn sifatida tushirib qo'ygan. Hech narsa funksiyasi yo'q. U o'ziga yarasha effekt beryapti. Skolar ham yaxshi yoqdi menga stili. Italyanskiy mafiyalarni krestosiga o'xshagan effekt berar ekan. Bu o'sha atmosferani olib kirmoqchi bo'lishgan, to есть o'sha italyanskiy, Yevropa atmosferasini olib kirmoqchi bo'lishgan. O'shaning uchun soatlarni tepa qilib qo'yishgan.